Namunaviy idoraviy arxiv loyihasi doirasida To'rtko'l tumani filialining idoraviy arxivxonasida zamonaviy mobil stellajlar o'rnatildi. Ushbu yangilanish natijasida hujjatlarni saqlash sifati oshib, ularni tizimli yuritish imkoniyati yaratildi. Hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani filialining idoraviy arxivida jami 52.300 dona ko'chmas mulkka oid hujjatlar saqlanmoqda. Shundan 46.111 tasi yakka tartibdagi turar joy obyektlariga, 1518 tasi ko'p qavatli turar joy obyektlariga, 4671 tasi esa noturar joy obyektlariga tegishli kadastr yig'ma jildlaridir. Bugungi kunga kelib 3050 ta hujjat xatlovdan o'tkazilib, tizimlashtirildi. Ushbu yo'nalishda ishchilar izchil davom ettirilmoqda. Mobil stellajlarning o'rnatilishi arxiv faoliyatini zamonaviylashtirish, hujjatlarni xavfsiz va tartibli saqlash, shuningdek, ularni tezroq topish imkonini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.